Yoshlar kuni munosabati bilan Jondor tumani mutasaddilari ham yoshlar bilan bevosita muloqot qilishdi. Uchrashuv davomida yoshlarning kelajak rejalari, orzu maqsadlari hamda tanlagan kasblari xususida suhbat olib borildi. Bugungi kunda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ta'lim tizimidagi islohotlar va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashlar haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Jarayonlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Jondor tumani Dalmunobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 3-son texnikumda tuman mutasaddilari bitiruvchi yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Yoshlar bandligini ta'minlash, ularning orzu intilishlarini qo'llab-quvvatlash, o'z o'rnida muammolarni hal qilishga qaratilgan muloqot davomida bugungi kunda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, kasb-hunar egallashning ahamiyati hamda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan yo'nalishlar haqida alohida so'z bordi. Tadbirda bitiruvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, kelgusidagi faoliyatlari yuzasidan zarur tavsiyalar olishdi. Ochiq muloqot ruhida o'tgan uchrashuvda yoshlarning kelajakda o'z yo'lini topishi, yetuk mutaxassis bo'lib voyaga yetishishda hamda jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shishiga ishonch bildirildi. Shuningdek, uchrashuv davomida hududdagi umumta'lim maktablari o'quvchilari ham texnikumga tashrif buyurib, maskan sharoitlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Muloqotlar kunning ikkinchi yarmida tuman hokimligi binosida davom etdi. Mazkur rahbar va yoshlar uchrashuvida migratsiyada bo'lgan jondorliklar bilan onlayn muloqot tashkil etildi. Unda xorijda mehnat qilayotgan yoshlar bilan doimiy aloqani yo'lga qo'yish, ularning muammo va takliflarini o'rganish, shuningdek hududlardagi yoshlar bilan bevosita muloqot orqali mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Onlayn muloqot davomida migratsiyada bo'lgan yoshlar o'zlarini qiynayotgan masalalar, ish sharoitlari hamda yurtga qaytgach bandlik masalalari bo'yicha murojaatlar qilishdi. Mutasaddilar tomonidan ularning savollariga atroflicha javoblar va kerakli tavsiyalar berildi. Aytish lozimki, davlatimiz rahbari tomonidan joriy qilingan ushbu tashabbus joylarda yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.